Gojoning jangini o'tkazamiz. Qani bo'lmasam voy qotyapti, sal qotyapti. Mana tepaga uchib mana bu yoqqa to'xtaymiz. Mana Gokuni tuxumi, mana Gojo deb yozib qo'ygan. Mana ikkitasi urishyapti. Gojoniki sal tezroq ketyapti-da shu. Goku uchib urishyapti. Ikkitasi ham ucha oladi, lekin Gokuniki sal tezroq ketyapti. Kim uchishini kommentariyaga yozib qoldiringlar. Demak, qani ko'ramiz. Mushto'ga qo'yib yutgani bilan bitta Zaytamani ushtiramiz. Qani boshqa maxluq degan, boshqa bo'sti degan. Qani Gokuni sal tezroq voy Goku nima qildi ekan bas? O uchirib yubordi Goku bizni. Meni. Gokuniki sal sekinlashdi. Gojoniki sal tezlashdi-yu. Gokuga zarba beryapti, lekin Gojoniki tezlashdi. Kim yuchishi? Izohlarni qoldiringlar. Agar shunaqa paytda Gojo comeback qilib yutib ketsa, like bosasizlar yoki Goku baribir ham yutsa, obuna bo'lasizlar. O'sha kanal yaqinda ochilgan, YouTube yaxshi ishlamaydi. Hozir rosa ishlamaydi. Sekin kaputta qo'yib qo'yish kerak. Menimcha Goku yutadi-yu. Ahvol ko'raychi. Menimcha Goku yutadi. Qaranglar. Shunaqa bosslarni jang qildirib ketaveramiz. Bo'lmasa ana Gojo kam qoldi. Gojo mana g'olib bu Goku bo'ldi. Qo'ygizlar dosh beryapti. Goku bilan uchinchida mana uni Marineni. Voy. Boshqa joyga borsam bo'lmaydi-yu. Mana uchib ketyapti. Hamida qilaman. Mana Goku bilan Gojo ushdi-yu, esimdan chiqib ketdi. Bularni like va obuna bosib qo'ysanglar bo'ldi. Voy boru. Birinchi Marineni qo'yib, keyin Gokuni qo'yish kerak. Shu joyni kesib qo'ymasam bo'lmaydi. Kesib qo'ymasam bo'lmaydi. Mana Marini ushlaring endi. Ush. Goku. Ush. Ushmaskan. Bills bilan ushib ketyapti. Ikkalasi ham uchishdi bularkan. Gokuning sal tezroq ketyapti. Nima qilyapti bular? Raqs tushmayaptimi mabodo? Voy. Kim yutadi, Goku yoki Bills degan mushukka o'xshagan bir bala. Nimadir shu. Bular qo'lashmoqchi o'ynayaptimi? Bala. Voy. Goku kuchingni ko'rsa. Gokuning joni sekinlashdi. Bills'tiki ketmayaptimi? Endi sekin ketyapti. Goku yutadi yoki Bills kommentariyaga yozib qoldiringlar.
Har bitta sizlar qaysi animega anime qilasizlar? Goku yoki Gojo yoki har xilda Saitama yozib qoldiringlar. Qaysi anime ham ko'rasizlar? Bilsizki endi yarmidan kam. Endi yarim ketadi. Goku stop. Goku'niki sekinlashdi. Bilsizki sal tezlashdi yoki sekinlashdi. Kommentariyada xohlagan animeni yozib qo'yinglar. O'sha haqida ham chiqarib turishim mumkin. Animelar.uz degan ilovadan ko'rishingiz mumkin. Voy. Mana nihoyat tugadi jang. Sen bilan tush qotdi. Sen bilan olmaydi. Kim yutadi ekan? Buni videoda ko'rasizlar. Urishsalaring normalniy bo'ladi. Urishyaptimi bular? Obrachka qilasan yoki bor? Obrachka. Senga aytyapman. Spider. Bu senga aytmoqman. Bu yoqqa obrachka. Bir qo'l bitdan uch bo'lyapti bitta. Ye. Nima qilyapti bular? Well. Nima qilyapti bular? Boshdan qo'yishga to'g'ri keladi. Bills bilan qayerga ketdi? Uchib ketdi-yu. Ketmasam bo'lmaydi. Goku bilan hali ham Gojo urushyaptimi? Voy, urishlaring tezroq urishlaring bo'lsa, voy. Ketmasam bo'lmaydi do'stlar. Mana bu yerda qilsam nima bo'lar ekan? Sen bu yoqqa tur. Urishlaring bo'larkan. Bularda hech qaysi biri yutolmaydi. Saitama bilan Whitebird urushadi. Yutgan bilan Novel Freeze urushadi. Bunda Saitama bilan kim yutadi? Saitama mencha yutsa kerak. Bir One Punch Man. Rostdan ham One Punch Man yutsa kerak. Chunki joni tez olyapti. Tez ketkizyapti. Orqasiga yaxlaha. Ko'ringlar. Mencha qari chol yutqazsa kerak. Hozir Barba Branza ko'ryapsizlar, Saitama jodi chicha ketyapti. Ko'ringlar. Bu modni Minecraft mods deganda
bir kirka bor, o'sha chiqib keladi-yu, meni o'ng tomonga qarab turgan. O'sha yashil usti bu o'shani o'tkazasizlar, o'shandan anime bossangiz chiqsa o'sha qidirib kirasizlar Minecraftda. Eng pastga tushirsalaring shu katta bosslar chiqib keladi. O'shalarni ovosanglar bo'ldi. Nega bu yotmayapti? Yotish kerak. Shuni bo'llaring. Barba Fransiya yutqazadi, aniq bilaman. Chunki qon bo'lib ketdimi? Shu basharasi qon. Barba Fransiyani ishtonlari ham. Menimcha bu qon emas. Siyib qo'yganda qizilga bu. Hozir Saitama yutdi. Freeze jang qilishadi. Menimcha Saitama yutsa kerak. Qaranglar o'zinglar gunohlar. Freeze yutqazyapti. Marina esa jang qilmaydi. Emas, Marina jang qilmaydi. Jin turarkan Saitama bilan qilib ko'ramizmi? Voy. Menimcha baribir Saitama yutadi. Saitama bilan Gokuni urishtirib ko'rish kerak. Stop. Baribir Freeze yutqazadi. Bilaman, do'stlar, ko'ringlar. Nima ko'rdim hozir? Mana Marinani urishtirib ko'raychi. Gokuni urishtiradi. Kim yutadi? Saitama yutsa kerak. Deyarli Gokuni Saitamadan ham ko'p jon ketishni boshladi. Saitamani uchta maxluqlar ko'ruvdi. Baribir Saitama yutib chiqdi. Baribir Goku yutqazadi. Saitama shuninglamni. Saitamada mushuklar yo'q. Bundan voy. Ko'ringlar o'zinglar. Lekin ur. Kal demang. U xudoning bandasi. Yoshligida gugurt o'ynab kuydirib qo'ygan kallar. Menimcha baribir Goku yutqazadi. Mana o'sha va nihoyat o'sha onlar keldi. U sakrashni o'zi bir sakrolsam. Saitama to'g'ri siz hol bo'lingiz. Bu jangda siz hol bo'lingiz keldi va videoni davomi keyingi videolarda boshqa narsa qiziqarliroq narsa haqida bo'lishi uchun kommentariyaga nima qilishni yozib qoldiringlar va kanalga obuna bo'linglar, videoga like bosinglar. Kaltog'amiz qani? Kaltog'a va ketyapti. Xayr do'stlar.